Jabrlangan ayollarimiz, ya'ni tazyiq va zo'ravonlik holati bo'yicha 102 qisqa raqamlariga 1146 hamda 112 qisqa raqamlariga murojaat qilgandan so'ng profilaktika inspektori hamda mahallada ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi xodimlar tomonidan o'sha zahoti, ya'ni 24 soatdan kam kechiktirilmagan holatda holati o'rganiladi ayolni va himoya orderi rasmiylashtirishga asos bo'ladigan holat aniqlanadigan bo'lsa, himoya orderi rasmiylashtiriladi. So'ngra ayolning xohishiga asosan, agar xonadonida ayolga nisbatan xavf tug'diradigan holatlarga asoslanib birlamchi ko'makxonasiga yotkazdiriladi. Birlamchi ko'makxonasida ayol 3 sutkadan ko'p bo'lmagan muddatda birlamchi ko'mak xizmatlarini oladi, ya'ni tibbiy xizmatlarni oladi hamda agar kunduzgi parvarishga, ya'ni kunduzgi qatnovga ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa, kunduzgi qatnov asosida inson markazi tomonidan xizmatlarni oladi. Agar ayol chuqurlashtirilgan reabilitatsiya markaziga ehtiyoj sezadigan bo'lsa, inson markazi ijtimoiy xodimi tomonidan VXM tizimi orqali reabilitatsiya markaziga yuboriladi. Bunday holatlarda reabilitatsiyaga ayol olib kelgandan so'ng reabilitatsiyaga joylashtirish shartnomasi imzolanadi hamda bizning faoliyatimiz ishga tushadi. Bunda ayolga reabilitatsiya markazi tomonidan ijtimoiy, psixologik hamda yuridik xizmatlar ko'rsatiladi. Ijtimoiy faoliyat nimadan iborat? Ya'ni reabilitatsiya markazida ayolga qanday xizmatlar ko'rsatiladi? Ayolning sog'lig'i uchun tibbiy ko'riklardan o'tkazish bepul hamda ularni ta'lim olishi, ya'ni voyaga yetmagan farzandlari bo'ladigan bo'lsa, ta'lim olish, uni qamrab olish, maktabgacha ta'lim yoshiga yetgan farzandlari bo'lsa, maktabgacha ta'limga jalb qilish, ayolni kasb-hunarga yo'naltirish va bandligini ta'minlash ishlarini ijtimoiy soha, ya'ni ijtimoiy xodim vakil sifatida amalga oshiradi. Ijtimoiy xodimning vazifalari ayolni kasb-hunarga yo'naltirish, yuqorida aytib o'tganimdek, ayol reabilitatsiya markazida 5 xil turdagi kasb-hunarlarni maxsus mutaxassislar tomonidan o'rganishi mumkin va kurs yakunida ayolga sertifikatlar topshiriladi. Tibbiy xizmat ko'rsatish faoliyati bo'yicha biz shu oktyabr oyida Ona fondi bilan memorandum imzoladik. Bu memorandumga asosan biz loyihalar ustida ishlayapmiz. Bunda hozirda bitta benefitsiarimizni ko'z kasalliklarini operatsiya qildirish, ya'ni jarrohlik amaliyoti o'tkazish bo'yicha ishlarni amalga oshirishni nazarda tutib turmoqdamiz. Ayollarimizga markazda masalan 1 oydan 6 oygacha bizni xizmatlarimizdan foydalanishi mumkin ayollarimiz. Markazdan chiqqandan so'ng ayol qanday monitoring qilinadi, uni kuzatish jarayoni qanday so'ng amalga oshiriladi degan savollarga esa reabilitatsiya markazini ijtimoiy xodimi, yuristi hamda psixologi tomonidan monitoring amalga oshirish bo'yicha bitta xodimni tanlaydi. Ushbu tanlanganiga asosan xodimlarimiz tomonidan monitoring amalga oshiriladi. Monitoring onlayn yoki offlayn shaklda, ya'ni yashash xonadoniga borgan holatda yoki telefon apparatlari orqali benefitsiar bilan bog'langan holatlarda hol-ahvoli surishtiriladi va uni monitoring qilib boriladi. Agar ayol markazdan chiqqandan so'ng unga tazyiq va zo'ravonlik holatlari qayta takrorlansa, reabilitatsiya markazining xodimi tomonidan VXM tizimida qayta tazyiq aniqlandi degan tugma bosiladi hamda inson markaziga ma'lumot borib tushib, jarayon yana qaytadan boshlanadi va nazoratga olinadi.